Diqqat, janoza. O'zbek xalqi uchun katta yo'qotish. Turkshunos olim 73 yoshda vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni ham unutmang. Kecha 10-noyabr kuni O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, adabiyotshunos, filologiya fanlar doktori, professor Nasimxon Rahmanov 73 yoshda vafot etdi. Bu haqida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi xabar berdi. Nasimxon Rahman 1984-yil Pultegen yodnomasi 8-asr poetikasi nomli mavzusida nomzodlik, 1991-yili Orxon Yunusey yozma yodgorliklari va Turkiya eposlar munosabati mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Olim 1993-yilda professor ilmiy unvonini olgan. Nasimxon Rahmon shuningdek 2 kitobdan iborat Oltin yoriq asarini o'zbek tiliga tarjima qilib chop ettirgan. Nasimxon Rahman Turkiyaning Yangi Turkiya strategik tadqiqotlar instituti mukofoti 2017, Ostona shahrida joylashgan Xalqaro Turkiya akademiyaning kumush medali 2018 hamda Qozog'iston Xalqlar assambleyasining oltin medali 2020 bilan taqdirlangan. Nasimxon Rahmonning Toshga bitilgan kitoblar 1983, Inson ruhining sadosi 1986, Bitiklar olamida 1990, Turk xoqonligi 1993, O'zbekistonning ko'hna turkron yozuvlari, madaniyatshunoslik kabi darslik, qo'llanma, majmua, monografiya hamda to'plamlari o'zbek adabiyotshunosligi hamda turkshunosligi rivojiga o'zining munosib hissasini qo'shgan deyilgan xabarda.